10 kun avval bolajonlarimizni hayajonlanib xalqaro Malayziyaga musobaqaga yuborgandik. Hozir esa 10 kundan keyin xuddi shu hayajon bilan kutib hamma ota-onalar xursand, bolalarning yutuqlaridan, eng asosiysi hayotiy ko'nikmalardan va butun umr eslab yuradigan xotiralarga boy bitta musobaqa va lager birga bo'lganidan hammamiz xursandmiz. Kutib olib, zavq hayajonda bundan keyin bu ishlarimizni yana bardavom bo'lishini niyat qilib qolamiz. Sizning mehnatni qadrlashingiz kerak. Farzandimizni sizga ishonib topshirdik va farzandimiz biz o'ylagandan da yuqori yutuqlarga erishish nasib qildi.